5-qavatga kelganmiz. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta xonadon bor. Bizda mana shu 82-xonadon sotilyapti. Eshiklarga e'tibor bersang, smart eshiklar qo'yilgan. Face ID ga ishlaydi, plastik kartaga ochiladi. Eshik mana uyimizning ichi. Mana bu endi koridori. Bu tomonda kuxnyasi, bu tomonda vanna va hojatxona, bu yerda umumiy zal. Uyimizning umumiy maydoni 40 kvadrat. Mana umumiy sanuzel. Uy yangi remont qilingan. Issiq suv, sovuq suv, отопление umuman muammosi yo'q. Mana kuxnya garniturlari to'liq qoladi. Duh kontr kotyoli. Mana bu yerda kuxnyadan balkonga chiqsa bo'ladi va balkondan zalga kirsa bo'ladi. Dram teatr, mana park, lokatsiya udar, mana bu yerda prezident maktabi. Mana bu endi zalga kirish qismi. Mana zalimiz. Eshiklarda ham chiroyli, приятный setka qilib qo'ygan. Qanday? Mana gilami pardasi, konditsioner qoladi. Bu tomonga bitta televizor qo'yib turib, chiroyli qilib yashasalaring bo'ladi. Uyimiz narxiga keladigan bo'lsak, 32.300 dollar so'ralyapti. Albatta o'tib beradigan joyi bor. Pastda o'z raqamni qoldiraman. Shuni orqali bog'lansalaring. Egasini uchrashtirib qo'yaman, barakasini qilib beramiz. Ko'rishguncha bay bay.